Ladies and gentlemen, George. Bugun sizni shahar markazida joylashgan 26 yillik tajribaga ega, sifatli ta'lim va yuksak an'analarga asoslangan Farg'ona davlat texnika universiteti 2-sonli akademik litsey, ya'ni Sariq litsey bilan tanishtiramiz. Bu maskan minglab yoshlarning bilim olishi, muvaffaqiyat sari ilk qadamlari hamda ulkan natijalarga erishish uchun mustahkam poydevor bo'lib kelmoqda. Agarda siz sifatli ta'lim, innovatsion yondashuv va kelajak sari ishonchli yo'l izlayotgan bo'lsangiz, bizning litsey sizni kutmoqda. Biz bilan muvaffaqiyat sari ilk qadam tashlang. Bizning akademik litseyda o'quvchilar 4 ta yo'nalish bo'yicha o'qitiladi. Aniq fanlar texnika yo'nalishi, aniq fanlar iqtisod yo'nalishi, xorijiy filologiya yo'nalishi va tabiiy fanlar yo'nalishidir. Bugungi kunda akademik litsey o'quvchilarining 90% dan ortig'i milliy va xorijiy sertifikatlarni qo'lga kiritgan. 2024-2025 o'quv yilida birinchi bosqich o'quvchilari orasida 50 ta, ikkinchi bosqich o'quvchilari orasida 156 ta milliy va xorijiy sertifikatlar mavjud. Bizning akademik litseyimizda imtiyozli oziq-ovqat tizimi mavjud bo'lib, bu yerda siz 3 mahal issiq oziq-ovqat bilan ta'minlanasiz. Shuningdek, akademik litseyimizda uzoq masofadan qatnovchi o'quvchilar uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan bepul yotoqxona mavjud.